Amerikada bugun oilamni iftorga chorlab, o'z hovlimizda haqiqiy samarqandcha osh tayyorlashga qaror qildim. O'zbekistondagidek katta o'choq va qozon olib, yozgi oshxona qurish har doim orzularimdan biri edi. Nihoyat bu orzuyimning bir qismi amalga oshdi. Nyu-Jersida yashasak ham Nyu-York shahriga borib, $400 ko'kmara o'choq qozonni topib olib keldim. Uyimizda kamin bo'lgani uchun o'tin ham yetarlicha. Demak, endi bemalol o'zbekona osh qilsa bo'ladi. Bilamizki, biz mehmondo'st o'zbeklarda bitta ovqat bilan mehmon kutish kamlik qiladi. Shuning uchun samarqandcha oshimiz tayyor bo'lgunga qadar kesgan osh yoki bizda un oshi deb ataladigan taomni ham tayyorlab qo'ydik. Amerikada mehmon kutishning yoqqan tomoni, opa-singillarim hech qachon menga ortiqcha og'irlik qilmaydi. Hammasi birgalikda oshxonada yordam beradi. Bugun ham ular ertaroq kelib, biri xamir ochdi, boshqasi esa salatlar bilan shug'ullandi va albatta o'zlari bilan biron narsa ko'tarib ham kelishadi. Kun oxirida hamma taomlar juda mazali chiqdi, lekin eng muhimi oilamiz bilan birga samimiy davrada qilgan iftorlikning mazasi o'zgacha bo'ldi. Ramazonning asl shukuhi ham mana shunday lahzalarda, oilaviy mehr va samimiyatda ekan. Bunaqa katta qozonda oshdan boshqa yana qanday taomlar tayyorlashimiz mumkin? Va Ramazonda siz qaysi taomni eng ko'p tayyorlaysiz? Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring.